Aka-uka qayerda bo'lsangiz ham shu tomor sizlarni asraydi. Shu orqali sizlarni topib olaman, bolajonlarim. Qani o'tiring. Oyi, qaytib kelgunimcha uyda kutib turing. Xo'p. Shu janoblar. Men rasman o'z lavozimimni egallayman. Shu grup kompaniyasini direktorlar kengashi raisi bo'laman. Xato qilishga haqqim yo'q. Xo'p. Shanshay, xafa bo'lma. Doktor aytdi, homila noto'g'ri joylashgan ekan. Baribir yashab ketmas ekan. Tushsa tushaversin. Tuminni bolasi kerak emas bizga. Baribir biz ajrashmoqchi edik-ku. Ha, kompaniyamiz bankrot bo'ldi-da. Tumin ham ketdi. Endi nima qilaman, oyi? Oyi! Hammasiga o'sha kampir aybdor. Agar u kelmaganida biz bu kuyga tushmasdik. Hali unga ko'rsatib qo'yamiz. Undan qasos olamiz, qizim. Seni bolang tushdi. Hammasiga tovon to'laydi. Yanga achinib ketyapman. Unga boshqa yuk bo'la olmayman. Lekin qayerga boraman? Nima qilaman? Kampir, ko'zingga qaramaysanmi? Tilamchilik qilishdan boshqasiga yaramaysan. Voy qizim, kirligini ko'rmayapsanmi? Qishloqdan kelganlarning mikroblari ko'p bo'ladi. Unga tegsang kasal bo'lasan. Ko'rayman. Ushlanglar uni. Mana shu kampir qotil. Bular nima qilyapti? Oyi, mana shu nevaramni o'ldirdi. Endi joning bilan tovon to'laysan. Nima? Homila? Yo'q, men qilmadim. Yolg'onchi. Hammasi seni kasringga bo'ldi. Qani yur politsiyaga. Bu ayol meni qizimni itarib yubordi. Homilador qizimni bolasi tushib ketdi. Bu kampir qotil. Ko'rib qo'yinglar. O'z nevarasini o'ldirgan kampir. Oyi, men keldim. Qarang, siz yaxshi ko'radigan o'rmon o't olib keldim. Menga qizil tuxum qaynatib berasizmi, oyi? Oyi, qayerdasiz, oyi? Suyang, men qishloqqa ketdim. Seni ko'rdim, endi armonim yo'q. Endi meni izlama. Yaxshi ko'ruvchi oyi. Cho'min. Bu yerda nima qilyapsan? Onamni yana olib ketdingmi? Yo'q aka, men bay oilasidan chiqib ketdim. Onajonim qani? Qishloqda onam qishloqdagi uyni sotib Nima, olgan. uyni sotganmi? Ha, meni to'yim uchun. Menga 50 ming berish uchun uyni sotgan edi. Men Cho'min. Ha, Biz bay oilasi o'qishloqdan kelganiga qaramay, o'zimizga sig'dirdik, yaxshilik qildik. Evaziga nima oldik? Uni o'g'li shu korporatsiyasining prezidenti bo'lganidan foydalanib, qizimni yolg'iz qoldirdi. Ha? Shu korporatsiyasining prezidentimi? Nima? O'sha kampir shu janoblarning onasi ekan. Hada, xuddi o'zi. Shu korporatsiyasi bizni xonavayron qildi. Uyimizni tortib oldi. Endi esa bu kampir tug'ilmagan nevaramni ham o'ldirib qo'ydi. Voy, qotil ekan-ku, ha? Yo'q, men unday to'g'ri. qilmadim. Meni o'g'limni bunga aloqasi yo'q. Shu korporatsiyasini aybi yo'q. Shanshan qizim. Bari yo'qol ko'zimdan. Bu ayol erini ham go'rga tiqqan, katta o'g'lini ham o'ldirgan. Endi nevarasini qotili bo'ldi. Bunaqa yaramas odamni yer yuzida yashashiga haqqi yo'q. O'ldiringlar uni. Voy bechora nevaram.